Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Alimardon Asqar, Xudoshifo tibbiy tabobat markazining rahbari. Oldimda bemor Rajabboyev Ro'zimboy, 26 yoshdalar. 3 oy oldin markazimizga sistemniy krasniy volchanka diagnozi bilan murojaat qilganlar, ya'ni o'zbekchasiga aytganda tizimli qizil bo'richa kasalligi deyiladi. Bemorimizning kelgandagi belgilari holsizlik, darmonsizlik, uyqusizlik, bosh og'riqlari, butun tanada qizarishlar, shu jumladan qo'l bo'g'imlarida ham qizarishlar, yuzda donachalar, qabziyat, qorinda dam bo'lishi, ishtahaning kamligi bilan kelgan. Avvalambor assalomu alaykum. Men Rajabboyev Ro'zimboy, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan hozirda 26 yoshdaman. Sistemniy krasniy volchanka bilan diagnoz qo'yishgan, yangi toshmaydi. Shu bo'yicha 5 yildan beri davolanib kelaman. Demak, qarang, sizga 5 yil oldin sistemniy krasniy volchanka diagnozi qo'yilgan, to'g'rimi? Mana shu 5 yildan buyon davolanib kelyapsiz. Mana shu davolanish natijalari qanday bo'lyapti? Davolanish natijalari yaxshi bo'lmagan, shu gormon ukol qilishadi, foydasi bo'lmaydi, boshqa kasalliklarni ham chaqiradi-da ular, gormon. Mana shu 5 yil davomida qarang, davolash jarayonida siz oldinga ketdingizmi yo orqaga qarab ketdingizmi? Orqaga qarab ketdi-da unda. Nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Revmatizm. Davolash choralari demak noto'g'ri ketganmi yoki bo'lmasa gormonlar sizga salbiy ta'sir ko'rsatganmi? Shuning uchun orqaga ketgan demak. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Ha, shunaqa deb o'ylayman. Demak, bizga 3 oy oldin murojaat qildingiz-a, Ro'zimboy, to'g'rimi? 3 oy oldin mana shu sistemniy krasniy volchanka diagnozi bilan murojaat qildingiz. Biz davolardik 3 oy davomida davolash jarayonlarida qanday o'zgarishlar bo'ldi va davolash uslubimiz sizga nima tomonlari bilan yoqdi? Davolash uslubi shu tabiiy dorilar, gormonsiz yo'q, gormon yo'q, pol yo'q, tabiiy dorilar bilan davoladingiz. Hozirda hammasi yaxshi. Demak, qarang, 3 oydan keyin bizga yana qaytadan kelyapsiz davolanishga. Kelganingizdan keyin sizni qaytadan hozir ko'rikdan o'tkazdik, to'g'rimi? Analiz xulosalarini kecha oldik. Analiz xulosalari deyarli hammasi ijobiy chiqdi, to'g'rimi yo'qmi? Ha, to'g'ri. Siz bundan qoniqdingiz. To'g'ri. Qarang, analizdan tashqari ham sizdagi holatlar qanday? Oldin qanday edi? Bizni davolash choralarimizdan keyin hozirgi holatingiz haqida ham gapirib keting. Shu davolanish boshlangandan keyin hozirda yaxshi, boshlanish yo'q, oyoq yuvish yo'q. Holsizlik, darmonsizlik yo'q. Holsizlik, gormonsizlik yo'q. Ishtahangiz ochildi. Ishtaha yaxshi. Keyin butun tanangizda qizarish bor edi, to'g'rimi? Ha. Yuzingizda, bo'g'inlarda, tanangizda qizarishlar bor edi. Qizarishlar bor edi. Ha. Hozir qanday? Bormi, yo'qmi? Hozir og'riq yo'q hech qayerda. Yaxshi. Qizarish hammasi. bormi, yo'qmi? Qizarish yo'q hozirda. Yuzingizda, butun tanangizda ugrilar bor edi, donachalar bor edi. Ular ham ketdi, yaxshi hozircha. O'zingizda qanday his qilyapsiz hozir? Yaxshi, hozir shu ilgari sog' paytimdek bo'lyapti, yana qaytyapti orqaga. Sog'lom vaqtingizga Sog'lom qaytyapti. vaqtimga qaytyapti. Qarang, mana shu 5 yil davomida sizga bu sistemniy krasniy volchankani doktorlar aytishgan ekan, bu kasallikni davosi yo'q tibbiyotda. Siz hattoki internetdan o'qigansiz ekan. To'g'rimi? To'g'ri. O'sha nima deydi, shunaqa fikrni siz qanday qabul qildingiz? Davosi yo'q degan fikrni, gaplarni eshitib. U davosi yo'q deganga ishonmadim, mana yoningizga keldim, davo topdik-ku. Harakat qildingiz. Harakat qildik. To'g'rimi? Oxirigacha kurashdingiz. Ha. Demak, davosi bor ekan. Davosi bor ekan. Tushkunlikka tushish, stress holatlari bo'lganmidi shu gaplarni eshitib sizdan? Bo'lganda shu shifo topaman deb shu izdan qolmaganmiz-da. Demak, bizda davolash choralari, davolash jarayonlarimiz, davolash uslublarimiz sizga juda ham yoqdi Ha, to'g'ri. va natijangizdan siz qoniqyapsizmi, yo'qmi? Natija qoniqarli, yaxshi juda. Shunaqa sizga o'xshagan sistemniy krasniy volchanka bilan kasallangan bemorlarga sizni qanaqa bir fikringiz bor edi, gapingiz bor edi? Fikrim shu, ular krasniy volchanka bo'lgan odam har oy 3 oydan davolanib turmasa bo'lmaydi. Lekin u ukolning foydasi bo'lmaydi-da. Igna olgan bilan gormon ukol qiladi, 3 oydan keyin yana ukol qilish kerak-da. Va doimiy ravishda gormon ichib yurish kerak. Gormon ichish kerak doimiy. Dunyo tibbiyotida sistemniy krasniy volchanka kasalligini davosi yo'q deb aytishadi. Aynan bu videomizdan keyin salbiy fikrlar, salbiy kommentariylar bo'lishi tabiiy. Shu sababli aynan mana shu kasallik bilan tuzalgan bemorimiz bilan suhbatlashib natijasini sizga havola qilyapmiz. Va bundan keyingi videomizda ham aynan ushbu kasallikni bemorimizni davolashdan oldingi va davolashdan keyingi analiz xulosalarini tashab sizga ma'lumot beramiz.